Go'sht ekanmiz edi. Qo'yi borri, nozi bor. Hayit keldi, doğru keldi. Hozir klient keladi. Chotki qilib uxot qilishimiz kerak. Namadalarni olib chiq. Ishlar yaxshi ekanmi? Voy, chesno ekanmi? Chesno hidi kim? Qarqara qilyapsin. Shampun ishqala. Voy. Mani emas, buncha-buncha. Voy, endi bir xilchilarda. Menga bermagan mehringni qo'yga beryapsan-a? Pul o'lsin. Ana, tayyor. Qo'y bor ekanmi? Hop, kelavering. Qo'y yo'q. Jozef bor, Jozef. Jozef? Buni oti bor. O'qigan oliy ma'lumotli. Qo'y o'qiydimi, brat? Bu qo'y emas, aka. To'g'ri, karantinda o'qigan, onlayn bitirgan. Sal qo'yga totib ketadi-yu, lekin qo'y emas. Yo'q, Tishlari ham yuvilgan. O'zimiz yuvmaydigan zumnoy pastida yuvganmiz. Ha, sochlarini yuvamiz. Haydon sholdorosmi nima? Nima sholdaros? Xillar sholdir. Ana, Nech bo'ldi vos? 5000 ko'k aka. $5000? Ha endi aka, hayit keldi, bir yilda bir marta keladi bunaqa kun. Bir foydalanib olish kerak-da. $300 beraman orting mashinaga. $300? Ha. Jozef, ketdik. Bu jensiga qo'yma, murskoy qo'yma. Shahlo Ahmedovani polni konsertini ko'rib o'tiradi. Nima deb o'ylaysiz? Mujik. Mujik bu. Kesmoni ko'ring. Iya? Buni yana nima karomatlari bor? Storchi qarang, mahallada qayerda oshbosh bo'lsa, ertalabda chiqib choy damlab xizmatni o'zi qiladi. Biror marta klubga kirmagan, aka kechqurun 6dan keyin umuman ko'chaga chiqmagan. Novvoy, non yopadi. Shunaqa xamir qiladi. Keltirib qo'y. Xamirdan bitta qil topa olmaysiz. Men buni uyimga borib qo'ymoqchi emasman, mana so'yib yemoqchiman. Aka toza halol go'sht yeysizda. Kakiras, qassobchilik yo'q deb qo'yganman. O'zini o'zi so'yib, go'shtlarni tozalab, ertalab tursa shashlik qilib qo'ygan bo'ladi, akajon. Mani qo'yim oliy ma'lumotli ekan. O'qishda o'qisa bolalar. Va senim. Sotmayman buni. Voy, Undan ko'ra kasha qiladi bolalarimga qaraydi. O'shay qo'yimmi? miyalari sal o'xshashda.